Maşallah, maşallah. Yaxsan Otabek ham o'z qo'llari bilan o'zlari pishirib berdilar. Manirovkalarni ham hamma yo'g'ini o'zlari qilgan ekanlar. Juda ham shirin. Xuddi O'zbekistonda o'tirgandayman, Angliyada emas, lekin O'zbekistonda o'tirib ujin qilayotgan, iftor qilayotgan deyman-da. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'zim chiqing. Instagramga video. O'zbekistonlik akamizga xizmatdamiz. O'zbekistondan Angliyaga keldilar. Ha, maşallah. Brigadir rais. Akaga ishoninglar, O'zbekistonga nomeradi Misr. Van kafe. Rahmat aka. Akani ko'p yordam tegadi. Bir qo'li Angliya, birisi Amerika, birisi aka galgul. Rahmat shef. Otabek ham yaxshi insonda. U kishimi Xudo xolasa inshaalloh ukalarini hujjatlarni boshlaganmiz. Xudo xolasa ukalari ham inshaalloh shu keladilar. Prosesini boshlaganmiz inshaalloh tezroq vizalari chiqib yorug'izlar bilan chetga kelib olishlari nasib qilsin. Xudo xolasa uni ham alohida deb video qilib qo'yaman. Inshaalloh Otabek ham o'zlarining ukalari. Xudo xolasa hammaga Angliyaga viza olaman degan har bir insonga nasib qilsin inshaalloh. Biz foydamiz tegsa xursandmiz. Alloh rozi bo'lsin. Kelinglar iftorga. Hozir chiqadilar, yana chiroyli gaplardan, videolardan qilib qo'yaman, Xudo xolasa. Katta zakazlar bor ekan hozir.